Barchaga assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari. Yana bir obyektimiz termometre reytingida 40 kvadrat bir obyektimiz do'stlar. 25-50lik razmerda berganmiz. Görülse yanbaşdan yaldıraşı, bilekslari. Arkası 3 cm penoplast olgan. Narxı 120 ming so'm kvadrat metri. Aynalarında şimdi tegalarından berganmiz. Tegalarımız ham bayar o'zimizda. Aytaverasizlar. Termometre reyting, gipchik kamen, gipchik klinker, fasadni plitka, tega mahsulotlari kerak bo'lsa bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitib o'tirgan obyektlarimiz ko'p, bitgan obyektlarimiz ko'p. Birin-ketin kanalimizga qo'yib boramiz. Görüp bir like basıp abone olmasanız abone olup işkilip qo'llab quvvatlab kommentariyga yozib turinglar do'stlar. Bemalol yuvib sirib olinaveradi o'ngach. Hech narsa bo'lmaydi. Joy termizlatadi, utupleniya etadi. Issiq sovuq o'tkazmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.